Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun 26-iyul, yakshanba, 2026-yil. Nech pul bu paypoqlaringiz aka? 2000 da. Mana shular 2000 so'mmi? 2000 so'mda. 20 ming pachkasi. Bunisi-chi? Yo'q. Pachkasi 20 ming so'm, ha? Yosh katta erkaklarga ham bormi paypoqlaringiz? Erkaklarga qarabsa. O'sha bu tomonga olingchi, mana paypoqlari. Bundan limonda hidi keladimi paypog'ingizdan? Nech pul bu? 20 ming so'm. 20 ming so'm. Bunaqangi paypoqlar ham bor ekan. Bular nech puldan? 18 ming. Bular 18 ming so'mdan. Xaba 10 ta ichida. 10 ta, bitta pachkada 10 tadan bo'ladi. Bunisi-chi? Yo'q 18 ming so'm. Bu ham 18 ming so'mdan. Bunisi-chi kichkina? 25 ming. 25 ming so'm ekan, pachkada 10 ta bo'ladi. Bittasi 2,5 mingga to'g'ri keladi. Mana bular yangi keldi maktab o'quvchilariga. Xo'p, Padraska bu 25 ming so'mdan xabar. 25 ming so'mdan xab ekan. Hayotjon aka, telefon nomeringizni ayting endi. 97lik 97lik 334 334 62 44. 62 44 ga kunduzi telefon qilaverasizlar. Keyin Keyin ham keldi. Aytib qo'yaylik. 1,5 ming so'mligi ham bor ekan. Qiz bolaga ham ketaveradi. O'g'il bola, qiz bolaga ham bor ekan mana. Pachkasi 15 ming so'mdan, ichida 10 ta bo'ladi. Siz dastavka ham qilib berasiz, mana shu o'zingizning mahsulotingizni dastavka qilib beryapsizmi? Boshqasini ham pulini bersa qilib beraveradi. Bo'ldi, dastavka xizmati ham bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, videoga like deb bosib, izohlarda fikrni bildiraverasizlar.